Hozirda kommentariyadan kelgan eng qiziq savollardan biriga javob beraman. Qaysi kasb egalarida ko'proq farzandsizlik kuzatiladi? Kasb deganda hamda farzandsizlik qo'shib aytilganda bizni hayolimizga birinchi navbatda oshpaz hamda novvoylar keladi. Nega? Chunki ular issiqda ishlaydi va issiqda ishlashning oqibatida moyaklarda termoregulyatsiya buziladi. Termoregulyatsiya buzilishining oqibatida esa moyaklarda ishlab chiqarilayotgan urug' hamda testosteron sifati keskin pasayib ketadi. Ikkinchidan esa o'tirib hamda kam harakat qiluvchi kasb egalari. Chunki ularda kam harakat bo'lishining hisobiga kichik tos sohasida qon aylanishi buzilishining oqibatida moyaklarga qon hamda kislorod yetib bormaydi va buning oqibatida esa moyak ishlash faoliyati buziladi va moyakdan ishlab chiqarilayotgan urug' sifati va soni keskin pasayib ketadi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, agarda sizda kam harakatli ish bo'lsa yoki siz novvoy hamda oshpaz bo'lsangiz, albatta urolog qabuliga kelishingizni tavsiya qilaman va o'z salomatligingizni tekshirtirib turing. Ushbu videoni shu kasb egalariga yuborib qo'ying.